Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men fuqaro Abdullayeva Umidaxon Dilmurodovna. Mana bugun 17-sentyabr yana sizni qabulxonangizni oldiga kelib, siz meni qabul qilasiz degan umidda kutib o'tiribman. Xudodan so'rayapman, inshaalloh huzuringizga kiraman deb niyat qilyapman. Men ishonaman, meni farzandimni tashlab qo'ymasligingizga. Shuncha xalqqa yordam beryapsiz. Shuncha insonlarni dardlarini eshityapsiz. Dardlariga dardmand bo'lyapsiz. Mening ham dardlarimni, shikoyatlarimni, barchasini, iltimoslarimni eshitasiz degan umidda mana shu yerda kutib o'tiribman men. Ilohim sizni huzuringizga kirib, sizni ko'rish menga nasib qilsin. Men ham sizni qizingizman. Sizning fuqaroingizman. Mana shu davlatning fuqarosiman. Va menga yordam berishingizni, farzandimga yordam berishingizni so'rayman. Iltimos qilaman. Mendan vaqtingizni darig' tutmang. Meni yolg'izlatib qo'ymang. Men bilamanki, bu davlat hech kimni, bizi millatimiz, bizi davlatimiz hech kimni yolg'izlatib qo'ymaydi. Hech kimni tashlab qo'ymaydi. Va albatta men ham yolg'iz qolmasligimga juda ham qattiq ishonaman. Otam o'rnida otamsiz. Yurtboshim, meni eshitasiz, menga vaqt ajratasiz degan umid bilan kutib o'tiribman. Do'stlar, shu videoni imkon qadar ko'proq insonga tarqating. Ko'proq insonlar ko'rsin. Zora shu video yurtboshimiz prezidentimizga yetib borsa, ko'rsa, nigohi tushsa, men shundan umid qilib shu videolarni chiqaryapman. Sizlardan iltimos, o'zlaringlar ko'rganinglardan keyin boshqalarga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Kattadan katta rahmat Alloh uchun, Alloh rizosi uchun. Allohga omonat bo'linglar.